Mening ismim Zebo. 45 yoshdaman. Beva qolganimga 10 yil bo'ldi. Butun hayotimni yagona qizim Layloga bag'ishladim. Uni o'qitdim, undirdim va nihoyat 2 yil avval ko'zimning oqiyu qarosi bo'lgan Layloni uzatdim. Kuyovim Farruh 28 yoshli, kelishgan, aqlli, tadbirkor yigit. Qizimni shunday sevardiki, men ularning baxtiga qarab to'ymasdim. O'zim erisholmagan baxtni qizim topganidan xursand edim. Dastlab Farruh menga shunchaki yaxshi kuyov edi. Hurmatli, mehribon, onajon deb tursa yuragim erib ketardi. Men unga o'z o'g'limdek qarardim. Ammo vaqt o'tgani sari nimalardir o'zgara boshladi. Yoki men o'zgardimmi? Men unda faqat kuyovni emas, erkakni ko'ra boshladim. Uning kulgusi, uning kuchli qo'llari, uning nigohi. Bir kuni hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. Qizim dugonalarnikiga ketgandi. U menga suv olib keldi. Qo'li qo'limga tegdi. Tok urgandek bo'ldi. Men tezda qo'limni tortib oldim. Ammo uning ko'zlariga qaraganimda u ham qizarib ketgandi. U ham his qilgandi. O'sha kundan boshlab oramizdagi ko'rinmas parda yirtilgandek bo'ldi. Bizning nigohlarimiz to'qnashganda endi shunchaki qarash emas, bu otash edi. Men bu hissiyotdan qo'rqdim. O'zimni koyidim. Bu gunoh. Bu xiyonat. Ammo yuragim buyruqqa bo'ysunmasdi. Har safar u kelganida men o'zimni yo'qotib qo'yardim. Uning uchun yasanardim, uning uchun pishirardim. Men unga yoqishni xohlardim. Va men unga yoqayotganimni bilardim. Bir kuni qizim ish bilan boshqa shaharga 3 kunga ketdi. Ketishidan oldin eriga tayinladi. Dadasi, onamga qarab turing, yolg'iz zerikmasinlar. U ketgach, uyimiz g'alati bir sukunatga cho'mdi. Men vahimada edim. U bilan yolg'iz qolish bu olovga moy sepishdek edi. O'sha kuni kechqurun choy ichib o'tirdik. Suhbatimiz qovushmadi. Ikkimiz ham nimadir bo'lishini kutayotgandek edik. Nihoyat u jimlikni buzdi. Onajon, men chiday olmayapman. Sizni har ko'rganimda. Farruh kuyov, bunday gaplarni qo'ying. Qo'yolmayman. Siz ham xuddi shuni his qilayotganingizni bilaman. Ko'zlaringiz aytib turibdi. U o'rnidan turdi va menga yaqinlashdi. Men ham o'rnimdan turdim. Orqaga tisarildim. Bu gunoh. Laylo bilsa. Bilmaydi. Hech kim bilmaydi. Bu faqat ikkimizning sirimiz bo'ladi. Zebo. U ilk bor ismimni aytdi. Onajon emas. Zebo. U qo'llarini belimga qo'ydi va meni o'ziga tortdi. Men qarshilik qilmadim. Qarshilik qilishga kuchim yo'q edi. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. U egilib lablarimdan o'pdi. Bu bo'lsa, bu mening yillar davomida muzlagan vujudimni eritib yubordi. Bu 10 yillik yolg'izlikdan keyingi birinchi bo'lsa edi. Bu ochofat, bu talabchan, bu qaynoq bir otash edi. Men uning quchog'ida erib ketdim. Qo'llarim beixtiyor uning sochlarini topdi. Men uni o'zimga yanada qattiqroq tortdim. U meni ko'tarib oldi. Men yengil qushdek edim. U meni qizimning yotog'iga emas, mening yotog'imga olib kirdi. Bu mening yolg'iz tunlarim o'tadigan joy edi. Endi u yolg'iz emasdi. U meni avaylab yechintirdi. Uning qo'llari tanamning har bir nuqtasini o'rganardi. Go'yo men yillar davomida kashf etilmagan bir xazina edim. Siz shunday go'zalsiz, dedi u hansirab. Uning teginishlari, uning kuchli yosh vujudi. U mening ayolligimni qaytarib berdi. Uning lablari, uning lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Bo'ynimni, yelkalarimni, ko'kraklarimni ularni avval mayinlik bilan o'pdi, keyin esa uchidan sekin tishlab oldi. Men urib yubordim. Bu lazzatdan boshim aylanib ketdi. Men uni mahkam quchoqlab, tirnoqlarimni yelkasiga botirdim. Uning issiq nafasi kindigimdan pastga tushdi. Uning tili. Mazza. Men bunday lazzat borligini bilmagandim. Men faqat ingray olardim.
U mening ayolligimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men aqldan ozayozdim. Men butunlay unga taslim bo'lgandim. Nihoyat u ustimga chiqdi. Uning qattiq turgan vujudi oyoqlarim orasiga yaqinlashdi. Men uning kattaligini his qilib bir zum qo'rqdim. "Bo'shashing, jonim", dedi u pichirlab. Sekin ichimga kirgizdi. Men ko'zlarimni qattiq yumib, labimni tishladim. Bu og'riq va lazzatning portlashi edi. U bir soniya to'xtadi. Keyin sekin harakatlana boshladi. Chuqur va mayin. Har bir harakat bilan men o'zimni yo'qotib borardim. Bu shunchalik kuchli, shunchalik yangi his ediki, men uzoqqa bormadim. Men qattiq qaltirab uning yelkasini tirnab bo'shashdim. U to'xtamadi. U jilmaydi. Endi haqiqiy lazzat boshlanadi, Zebo. Endi u tezlashdi. Uning har bir zarbasi meni jannatga olib chiqayotgandek edi. Men uning belini tirnardim, oyoqlarimni uning beliga chirmadim. Uning ingrashi mening ingrashim. Biz ikki vujud emas, bir butun olov edik. Nihoyat u chuqur ingrab sochlarimdan tortgancha ichimga otildi. Men ham uning ortidan larzaga keldim, butun tanam qaltirab bo'shashdi. Biz bir necha daqiqa shunday qoldik, terlagan, hansiragan, ammo allaqanday bir g'alati, gunohkor baxtni his qilgan holda. O'sha tun biz tonggacha uxlamadik. Uning kuchi, uning yoshlik ehtirosi meni hayratga solardi. U mendan yana va yana lazzat olardi, men esa unga o'zimni butunlay bag'ishlardim. Biz har xil uslublarni sinab ko'rdik. U meni shunday mahorat bilan erkalardiki, men yillar davomida tanamda shunday otash yashiringanini bilmagandim. Ertalab uyg'onganimda u yonimda edi. U meni kuzatib yotardi. "Siz ajoyibsiz", dedi u pichirlab va yana o'pdi. Ammo quyosh nurlari derazadan tushishi bilan haqiqat yuzimga urdi. Men nima qilib qo'ydim? Men qizimga xiyonat qildim. Uning eri bilan o'z yotog'imda. Qizim safardan qaytdi. Baxtli, hech narsadan bexabar. U erini quchoqladi, menga qarab kuldi. Mening esa yuragim pora-pora bo'layotgandi. O'sha kundan keyin men va Farruh bizning yashirin hayotimiz boshlandi. Kunduzlari hurmatli qaynona va kuyov. Kechalari esa imkon topildi deguncha biz o'sha otashga qayta-qayta sho'ng'irdik. Bu dahshatli, ammo shunday lazzatli edi. Men bilaman, bu noto'g'ri. Men bilaman, bu gunoh. Men har kuni qizimning ko'zlariga qaraganimda vijdonim azoblanadi. Ammo men to'xtay olmayman. Bu olov bu meni ham kuydirmoqda, ham yashatmoqda. Men o'z kuyovimni sevib qoldim. Va bu sir meni bir kun halok qilishi mumkinligini bilib yashayman.